Keyingisi 17-masala bo'lyapti. 17-masalada mana bu tarafini fi1, bu tarafini fi2 deyman. Ataylab potensiallarni joylashtirmadim. Siz bilan buni tushuntirishga harakat qilaman birga. Mana qarang, mana potensial qo'yamiz mana 1 mana shu manbani bu qutbidan kelish mumkin bo'lgan barcha joylarga potensiali fi1 bo'ladi. Ya'ni manbani potensiali qancha bo'lsa, mana shu qoplamalarning barchasidagi potensial o'shancha bo'ladi. Ya'ni fi1. Endi bu tarafdan kelamiz mana. fi2. O'z-o'zidan fi2 bo'ldi. Endi bu tarafga qarang mana. 3. Bu tarafi 4. Demak bu yerda 1-3 parallel, 1-3-3-2 ketma-ket. 1-4 parallel, 1-4-4-2 ketma-ket. 1-2 yana parallel bo'ladi. Agar buni chizma-pizmasini chizadigan bo'lsam, endi vaqt ko'payib ketadi deb o'yladim. Ham bunaqa misollarni hamma o'zi ishlasa ham bo'ladi. Mana shunchaki yozmasdan tushuntiraman, qarang mana. Ikkisi parallel bo'lsa, parallel bo'lganda qo'shiladi. To'rsi bo'ladi. To'rsi bilan to'rsi ketma-ket bo'lsa, unda bir taqsim qilinadi. To'rsini 2 ga bo'lsak, ikkisi bo'ladi. Ya'ni mana shu uchalasining umumiy sig'imi 2 bo'ldi. Buni eslab turamiz. Pastda ikkisiga ikkisi parallel bo'lsa, yana to'rsi. Yana to'rsiga to'rsi ketma-ket bo'lsa, yana ikkisi. Ikkisi. 3ta ikkisi parallel bo'lib qolyapti. 3ta ikkisini parallelligini qo'shadigan bo'lsak, javob 6S degan javob chiqadi.